Rostdan ham mana shu ilova orqali Mirzo Ulug'bek maktabiga tayyorgarlik ko'rsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Mirzo Ulug'bek va Ibn Sino maktabiga tayyorgarlik ko'radigan o'quvchilar va shu yo'nalishda dars beradigan ustozlar diqqatiga. Aynan mana shu maktablarga tayyorgarlik ko'rish uchun Qayiq ilovasiga 2000 dan oshiq testlar joylandi. Ilovaga o'quvchi Mirzo Ulug'bek maktabi va Ibn Sino maktabiga tayyorgarlik ko'rish uchun qaysi fanlardan va nechta mavzudan tayyorgarlik ko'rish kerak bo'lsa, barchasidan mavzulashtirilgan testlar va yetmaganiga har 5 ta mavzudan keyin mustahkamlash testlari joylandi. Ilovada qulaylik sifatida tanlagan yo'nalishingiz bo'yicha har bir fan uchun alohida testlar va har bir maxsus maktab uchun mock imtihon topshirib ko'rish imkoniyati qo'shilgan. Mock imtihonda to'plagan ballingiz orqali siz o'tgan yili Ibn Sino va Mirzo Ulug'bek maktabiga kira olarmidingiz yoki yo'q? Mana shuni aniqlab ko'rsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, hozirgi paytda Qayiq ilovasidagi mock imtihonlar va testlarni bepul topshirib ko'rish imkoniyati mavjud. Hoziroq Play Marketdan Qayiq ilovasini yuklab oling.